Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan bugungi kun savollarining yechimini ko'rib o'tamiz. Birinchi savolimizda bizga ushbu yig'indini 17 faktorialga bo'lgandagi qoldiqni toping deyilyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, 17 faktorialdan boshlab undan keyingilarining har biri 17 faktorialga bo'linadi. Demak, biz 17-faktorialgacha bo'lgan qismini 17 ga bo'lgandagi qoldiqni topib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 14 faktorial plus 15 faktorial plus 16 faktorialni 17 faktorialga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kerak. Bu yerda 14 faktorial plus 15 faktorial plus 16 faktorialning yig'indisi 17 faktorialdan kichik. Demak, kichik sonni katta songa bo'lsak, qoldiq kichik sonning o'ziga teng bo'ladi. Demak, qoldiq bu yerda 14 faktorial plus 15 faktorial plus 16 faktorialning o'ziga teng. Xo'p, endi kichikligini asoslab beraman. Agar yig'indidan 14 faktorialni chiqaradigan bo'lsak, 1 plus 15 plus 15 kara 16. Ikkinchi sonimiz 17 faktorialimiz 14 faktorial ko'paygan 15 ko'paygan 16 ko'paygan 17 deb yozsak bo'ladi. Bu yerda ushbu 3 ta sonni ko'paytmasi quyidagi yig'indidan kattaligi aniq. Demak, 17 faktorial katta. Shuning uchun ham qoldiq ushbu yig'indining o'ziga teng bo'ladi. Ya'ni 14 faktorial plus 15 faktorial plus 16 faktorialning o'ziga. Xo'p, misolga yana bitta jihati, menimcha bu yerda yozilayotganda ozgina texnik xatolik ketgan. Ushbu yig'indini 17 ni o'ziga bo'lgandagi qoldiqni toping desa, bu ham bitta masala bo'lardi. Xo'p, ushbu masalani mustaqil yechib ko'rishni o'zlaringizga tavsiya beraman. Agar chiqmasa, keyinchalik yana uni yechimini ko'ramiz. Xo'p, kun savolining ikkinchi masalasida tenglamalar sistemasini yeching deyilyapti. Biz tenglamalar sistemasini har bir tenglamasiga 1 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, birinchisida x plus 1, shunga qavs qo'yib qo'yaylik, plus ikkinchi va uchinchi haddan y ni chiqaradigan bo'lsak, u yerda yana x plus 1 hosil bo'ladi, barobar 1 ni qo'shdik. Demak, o'ng tomonga ham qo'shamiz, 9 bo'ladi. Ikkinchi tenglama uchun ham xuddi shu holatni takrorlaymiz. Bu yerda faqat z ni chiqarsak, y plus 1 barobar 16. Uchinchisiga ham 1 ni qo'shadigan bo'lsak, demak z plus 1 plusdan x ni chiqaradigan bo'lsak, bu yerda z plus 1 barobar 36 ga teng. Navbatdagi sistemamiz hosil bo'ldi. Bu yerdan x plus 1 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, birinchisida ikkinchi qavsda y plus 1 barobar 9, ikkinchisidan y plus 1 ni chiqaradigan bo'lsak, z plus 1 barobar 16. Uchinchi tenglamamizdan z plus 1 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, ikkinchi qavsda x plus 1 barobar 36 ekanligi kelib chiqadi. Endi birinchi va ikkinchi tenglamalarni hadma-had bo'lib yuboradigan bo'lsak, x plus 1 taqsim z plus 1 qoladi. Y plus 1 lar qisqarib ketadi. Bu barobar 9 taqsim 16 ga. Bu hosil bo'lgan tenglamani uchinchi tenglama bilan ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, z plus 1 lar qisqarib ketadi. Demak, x plus 1 ning qavsda kvadrati barobar 9 taqsim 16 bilan 36 ni ko'paytiradigan bo'lsak, demak 81 taqsim 4 kelib chiqadi. Bu yerdan x plus 1 ni topadigan bo'lsak, plus minus 9 taqsim 2 x1 bu yerda barobar. Bu yerda demak 4,5 bo'lsa 3,5 ga teng, x2 barobar minusdan 5,5 ga. Demak, topilgan x ni qiymatlarini birinchi tenglamamizga qo'yadigan bo'lsak, x1 ni o'rniga 3,5 qo'yadigan bo'lsak, y1imizni demak 1 ekanligi kelib chiqadi. Minus 5,5 ni qo'yadigan bo'lsak, y2imizni minus 3 ekanligi kelib chiqadi. Xuddi shunday y ni o'rniga qo'yib z ni topadigan bo'lsak yoki uchinchi tenglamaga x ni o'rniga qo'yib z ni topadigan bo'lsak, z1imizning 7ligi va z2imizning minus 9 ekanligi kelib chiqadi. Demak, tenglamalar sistemasi ikkita yechimga ega ekan. Birinchi yechimi 3,5 1 va 7, ikkinchi yechimi minus 5,5 minus 3 va minus 9.